Xuanning Yashamoq kitobi ko'z yoshlarga g'arq qilgan asar. Yuy Xuanning Yashamoq asari oddiy xitoylik dehqonning hayoti haqida hikoya qiladi. Uning taqdiri orqali o'tgan asrning ikkinchi yarmidagi Xitoyning butun tarixi aks etadi. Yuy Xuanning Yashamoq romani inson hayotining murakkabligi, o'limning muqarrarligi va taqdirning shafqatsiz sinovlari haqida chuqur falsafiy va badiiy talqin beradi. Asarda oddiy insonning fojiali hayoti orqali jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik, urush va iqtisodiy inqiroz davrida kechgan qismat tasvirlanadi. Muallif hayot va o'lim o'rtasidagi nozik chegarani tasvirlashda realistik va lirizm uyg'unligini qo'llagan. Romandagi voqealar o'quvchini hayotning har lahzasini qadrlash, sabr va matonat bilan yashashga undaydi. Roman qahramoni Fuguyi hayoti davomida juda ko'p fojialar, yo'qotishlar va qiyinchiliklarni boshdan kechiradi. U boylikdan ayriladi, yaqinlarini yo'qotadi, urush va ocharchilik davrlarini ko'radi. Shunga qaramay, u hayotda qolishda davom etadi. Asar insonning eng og'ir sharoitlarda ham yashashga bo'lgan irodasi va hayotning o'z qadrini ko'rsatadi. Shuning uchun Yashamoq nomi nafaqat tirik qolishni, balki barcha sinovlarga qaramay hayotni davom ettirish, insoniy matonat va umidni anglatadi. Asar muallifi Yuy Xuan uchun yashashning o'zi eng katta ma'no va qadriyat sifatida tasvirlanadi. Yashamoq romani hayotiy qiyinchiliklarga duch kelgan va undan chiqish yo'llarini izlayotgan barcha kitobxonlarga tavsiya etiladi. Kitobni o'qib, hayotning murakkabligini yengilroq qabul qilishga ilhom olasiz. Bu asar sizni chuqur mulohazalarga chorlaydi va hayotga boshqacha nazar bilan qarashga yordam beradi. Kasbi tuman axborot kutubxona markazi siz aziz kitobxonlarga Yuy Xuanning Yashamoq romanini o'qishni tavsiya etadi.